Assalomu alaykum. Bugungi tahlilimizda tarixning eng qiziqarli, aytish mumkinki, eng kutilmagan ustoz-shogird munosabatlaridan birini ko'rib chiqamiz. Bir tomonda rasmiy mantiq va ilm-fanning otasi hisoblangan Arastu, ikkinchi tomonda esa dunyoning eng tinib-tinchmas, buyuk fotihi Iskandar Zulqarnayn. Bu shunchaki zerikarli tarixiy fakt emas, yo'q. Bu naqadar ulkan intellektual va strategik to'qnashuv ekanligini hozir birgalikda ko'rib chiqamiz. O'ylab ko'ring-a, qanday qilib butun umrini mantiq va aql idroki bag'ishlagan o'rta yashar faylasuf jahliga tez beriladigan o'jar bir 13 yoshli bola keyin bo'lajak jahongirning ongini shakllantirgan bo'lishi mumkin. Arastu aynan qanday qilib oddiy bir merosxo'rdan shunday mutafakkir qo'mondonni yasa oldi? Keling, voqealar rivojini boshidan, ya'ni bu ikki buyuk shaxsning ilk bor yuzma-yuz kelgan nuqtasidan boshlasak. Buning uchun miloddan avvalgi 343-yilga qaytamiz. Makedoniya qiroli Filip II o'g'li uchun shunchaki ustoz emas, balki kelajakdagi qudratli imperiyaning intellektual poydevorini qura oladigan odam qidiradi va Arastuni taklif qiladi. Miyazadagi ninfalar ibodatxonasidagi ularning birgalikdagi yillari qisqa bo'lsa-da, bu davr yosh Iskandarning butun tafakkurini ostin-ustun qilib yuborgan. Qiziq fakt shundaki, Arastu u paytda biz bilgan darajadagi super yulduz faylasuf emas edi. Uning saroyga yo'llanishi ortida o'ziga xos diplomatik o'yin ham bor edi. Tasavvur qilyapsizmi? Filip avvalroq Arastuning ona shahri bo'lmish Stagirani vayron qilib, xalqini qullikka sotgan edi. Shogirdlikka rozilik evaziga esa qirol shaharni qayta qurishga va odamlarni ozod qilishga va'da beradi. Juda zo'r siyosiy kelishuv, to'g'rimi? Xo'sh, darslar qanday o'tgan? Arastu shahzodani o'qitishda falsafa va ilm-fanni qanday uyg'unlashtirgan edi? Faylasuf yovvoyi tabiatli shahzodani jilovlash uchun mutlaqo keng qamrovli, aytish mumkinki, g'aroyib o'quv dasturi tuzadi. U Iskandarni davlat boshqaruvi bilan zeriktirmay, unga botanika, zoologiya va hatto tibbiyotni ham o'rgatadi. Eng muhimi nimada bilasizmi? Arastu unga dunyoni portlovchi his-tuyg'ular bilan emas, balki sovuqqon, mantiqiy kuzatuv orqali o'rganishni uqtirgan. Buning eng chiroyli namunasi mashhur Butsefal voqeasi. Iskandar hech kim bo'ysundira olmagan yovvoyi otni qanday jilovlaganini barchamiz eshitganmiz. U buni jismoniy kuch ishlatib qilmadi. U shunchaki otning o'z soyasidan qo'rqayotganini payqadi xolos. Bu aynan Arastu o'rgatgan ilmiy kuzatuv va hissiyotlarni jilovlashning amaldagi misoli edi. Aynan mana shu hissiyotlarni jilovlash qobiliyati bizni Arastuning axloqiy o'gitlariga, mashhur oltin o'rtalik qoidasiga olib keladi. Iskandardek olib tuvili yigitni boshqarish uchun Arastu unga shu qoidani singdirdi. Uning tushuntirishicha, inson kamoloti, ya'ni haqiqiy saodat, har qanday holatda ortiqchalikdan ham, yetishmovchilikdan ham qochish orqali erishiladi. Xuddi duradgor qiyshagan yog'ochni to'g'irlash uchun uni ataylab qarama-qarshi tomonga egganidek, inson ham o'z kamchiliklarini to'g'irlashi kerak edi. Bu naqadar chuqur ma'noga ekaniga e'tibor bering. Arastu tushuntiryaptiki, o'ta tajovuzkor bo'lish jasorat emas, u shunchaki telbalik, qo'rqoqlik esa uning aksi. Iskandar o'zidagi shiddatni pasaytirib, qo'rquvni ham, besabrlikni ham chetga surgan holda, mana shu o'rta yo'lni, oqilona jasoratni topishi shart edi. Falsafadagi bu mavhum g'oyalar tez orada jang maydonida o'zining haqiqiy sinovidan o'tadi. Ustoz o'z shogirdining axloqiy kompasini yada ustamanan so'zlagan. Qanday deysizmi? Unga Gomerning Iliada asarini o'zining shaxsiy izohlari bilan birga qo'shib sovg'a qilish orqali asardagi yengilmas jangchi Ahilles Iskandar uchun sharaf va matonatning tirik timsoliga aylanadi. Hattoki u shu kitobni va o'z hanjarini doim Osiyo bo'ylab barcha yurishlarda yostiq ostida olib yurgani aytiladi. Bu qahramonona standart shunchaki afsona emasdi. Iskandar dastlabki yurishlarida o'zini ovqatda ham, maishatda ham qattiq deydi. Xuddi Ahillesdek o'rnak bo'lishga harakat qildi. Qolaversa, Arastudan o'rgangan tibbiyot darslari ham asqatdi. U do'stlari, savdoshlari yaralanganda o'zi dorilar tayyorlab, ularni davolashda qatnashardi. Biroq Iskandar sharqqa qarab chuqur kirib borgan sari, bu mukammal ustoz va shogird rishtalarida darz ketishini boshlaydi. Va bu joyi haqiqatan ham juda qiziq. Ularning dunyoqarashlari mutlaqo qarama-qarshi qutblarga ajralib ketdi. Arastu an'anaviy Yunon bo'lib, Yunon bo'lmagan xalqlarga qattiq qo'l, shafqatsiz bo'lishni uqtirgan bo'lsa, Iskandar u bu qolipni shunchaki chetga irg'itib yubordi. U ko'p millatli ulkan imperiya tuzishni orzu qilib, hatto hurmat yuzasidan Fors shohlaridek kiyina boshladi. U ustoziga ochiqchasiga qarshi chiqa boshladi desak ham bo'ladi.
Ford zidagonlarining qizlariga uylandi, o'z qo'shiniga mahalliy askarlarni qo'shdi. Eng katta janjal esa nima ustida chiqdi bilasizmi? Proskinezis odati ustida. Iskandar barchadan, hatto o'zining mag'rur yunon savdoshlaridan ham sharq odatiga ko'ra uning qarshisida yerga yotib sajda qilishlarini talab qildi. Yunonlar uchun esa, kechirasiz, bu faqat xudolarga atalgan toat edi. Va bu g'oyalar to'qnashuvi fojia bilan yakunlandi. Arastuning o'z jiyoni bo'lgan erkin fikrli tarixchi Kallisfen bu sajda qilish marosimiga qattiq qarshilik ko'rsatadi. Natijada esa Iskandar uni qatl ettiradi. Ana shu voqea faylasuf va fotih o'rtasidagi barcha ko'priklarni uzil-kesil yondirib yubordi. Ammo shaxsiy fojialarga qaramay, ularning tarixda qoldirgan merosi haqida gapirmasdan iloji yo'q. Ular o'z davrining chinakam sivilizatsiya o'chog'ini yaratdilar. Iskandar o'zi bilmagan holda Arastuning g'oyalarini dunyoga tarqatuvchi kuchga aylandi. Qayerga bormasin, yangi shaharlar qurdi, Yunon madaniyatini yoydi. Eng qizig'i, uning armiyasi safidagi olimlar, botaniklar butun Osiyodan turli-tuman hayvon va o'simlik namunalarini Afinadagi Arastuning litseyiga tinimsiz yuborib turishdi. Ularning afsonaviy ustoz-shogirdlik rishtasi shu qadar mashhur ediki, o'rta asrlarda Sirlar sirri deb nomlangan kitoblar qo'ldan qo'lga o'tgan. Bu asarlarda go'yoki Arastu o'z shogirdiga siyosat, sog'lom ovqatlanish va hatto qanday uxlash kerakligi haqida maslahatlar bergani yozilgan. Ular qisman to'qima bo'lsa ham, tarix bu ikki ulug' shaxsning aloqasiga qanchalik qiziqish bilan qaraganini isbotlab turibdi. Tahlilimizni yakunlar ekanimiz, sizni bir zo'r savol bilan qoldirmoqchiman. Sizningcha, Iskandar shuncha ulkan hududlarni Arastuning aniq mantig'i va oltin o'rtaliq qoidasini qo'llagani uchun zabt etdimi, yoki u o'z vaqtida ustozining tor dunyo qarashidan voz kechib, yangi ufuqlarni ocha olgan jasorati sabablimi? O'ylab ko'rishga arziydigan ajoyib jumboq, shunday emasmi? Keyingi safar ko'rishguncha